Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu Qur'oniy toifani nimasi, shubhalardan biri bu. Bu bilan kofir bo'lib qolmadimikan degan gapda, yo'q, kofir bo'ldi deya olmaymiz. Chunki johil bu odam. O'zi ya'ni hadisda sahih emasligini bilmagani uchun olmayman deyapti-da, mutlaqo olmayman desa kofir bo'ladi. Lekin sahih emasligi uchun bilmayman, unda shubha bor, Qur'onda shubha yo'q, o'shaning uchun bu narsani tashlayman deb shubha keltiradi. Bu shubhasi bor bo'lgan bid'atchi hisoblanadi, kofir deyilmaydi bunaqa odam. Bu Qur'oniylar toifasi, bularga bizning raddiyalarimiz bor, ularda shubhalari va ularga javoblar haqida ancha-muncha yoritib gapirgan edik oldingi nimalarimizda. Qur'oniylar toifasi o'zi sunnatdan chiqqan, o'zlarining yo'liga o'zlari to'g'ri kelmaydigan toifa, ya'ni qilgan da'volariga o'zlari to'g'ri kelmaydi. Qur'onni olaman degan odamlar agar shu da'vosida sodiq bo'lsa, ular Qur'onni olsin. Mana Qur'onda aytilganki, va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Rasululloh nimani sizlarga olib kelgan bo'lsa, olinglar uni degan emasmi? Nimadan qaytargan bo'lsa, qaytinglar. Demak, Rasulullohning sunnatini olish bizga Qur'on bilan buyurilgan. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyuha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam havoyi nafsidan gapirmaydi. Vahiy bu. Rasulullohga nimaki bo'lsa vahiy qilingan bo'ladi. Sunnatlar ham vahiy bilan bo'ladi. Va in tuti'uhu tahtadu. Agar Rasulullohga itoat qilsalar, odamlar itoat qilsalaring to'g'ri yurasizlar deyapti Alloh taolo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Rasulullohda sizlar uchun chiroyli namuna bor degan. Xullas, bu Qur'oniylar toifasini bu shubhalari johil va din dushmanlari avvalambor tarafidan, keyin johil odamlar tarafidan maqbul bo'lgan o'sha tarqatilgan narsalardan. Bo'lmasa bu dini qolmaydi odamda. Rasulullohning sunnatini olmaymiz, bizga Qur'on yetadi degan odamlarni o'zi aslida Qur'onga o'zi ularni nimasi to'g'ri kelmaydiki, chunki Qur'on aytib turibdi, Rasululloh nima desa aytganini qilinglar deb. Rasululloh nima desa aytganini qilinglar degan odam qanday qilib turib men faqat Qur'onni olaman deydi? Qur'onni ham olmayapti-ku odam. Qur'onda bir qancha oyatlarni muqtazosiga kofir bo'ladi odamlar. Va ma yantiqu anil hawa va in tuti'uhu tahtadu va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Juda ko'p oyatlar. O'sha oyatlarda muqtazosiga bu odamlar kofir bo'lgan hisoblanadi. Bunaqangi odamlar qanday qilib namoz o'qiydi? Sunnat bayon qilib bermadimi? Qur'onda aqimus solat dedi, bo'ldi. Kuniga necha mahal namoz o'qiylik, qanday qilib o'qiylik, ularda hammasini sunnat bayon qildi. Qur'on bilan namozni qanday qilib tushunamiz? Yoki Qur'onda zakot beringlar dedi, bo'ldi. Kimga beraylik, qanday qilib beraylik, qanchadan qancha beraylik, bularni hammasini sunnat bayon qilmadimi? Yoki Qur'onda faqat haj qilinglar deb buyurdi. Hajni qanday qilish, masalan, Minoga borish, Arafatda turish, Muzdalifaga kelish, shaytonga jamoratlarda tosh otish, qurbonlik qilish va hokazo tartiblari bularda sunnat bayon qilmadimi? Eshak go'shini haromligi sunnat bilan bayon bo'lmadimi? Qur'onda eshak go'shi harom degan joyi yo'q. Bo'lmasa Qur'onda olaman degan odamlar o'sha go'shlarni ham yeyverish kerak bo'ladi. Chunki sunnat bilan bu harom bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ala inni utitul Qur'ana va mithlahu ma'ahu." Va boshqa hadisda mislayhi ma'ahu. Menga Qur'on va Qur'on mislichalik ilm berildi deganlar. Men Qur'onda kelgan narsani olaman, uni tashlayman demasin. Hadisda aytilyapti mana. Sizlarni bittalaring chodir nimasida so'risini ustida yonboshlab olib turib, Allohning kitobida kelgan narsani olamiz, Allohning kitobida yo'q narsani olmaymiz demasin. Ogoh bo'linglar, bilib qo'yinglarki, menga Qur'on va Qur'onchalik, yo boshqa hadisda ikkita Qur'onchalik menga ilm berildi deganlar. Ya'ni ko'p narsalar sunnat bilan sobit bo'lgan. Sunnatda sahih zaifini bilmaymiz degan odamlar, uni u odam bilmaydi uni. Lekin buni bilgan odamlarni Alloh chiqardi. Imom Buxoriyday, Imom Muslimday, Termiziy, Abu Davud va boshqa hadis ulamolarini, fuqaholarni Alloh taolo ummatga nur qilib chiqardi. Bular bizga qanday qilib turib amal qilishimiz, sunnatda sahih zaiflari, maqbul, mardudlarini hammasini bizga Qur'on hadislarda hammasini bizga shundoq nima g'alvirdan o'tkazib berdi. Alhamdulillah, Alloh taoloning bu fazli marhamati. Endi unaqa nimalarga e'tibor berilmaydi. Yaxshisi o'zi ularni shunday yo'liga holatiga qo'yib qo'ying, o'zini yog'iga o'ziga qovurilgan odamlar ular. Chunki ular o'zlari aytgan gapiga o'zgar teskari gapiradi. Hozir aytganimizdek, faqat Qur'onda olamiz degan odam Qur'onda Rasulullohga ergash degan joyini nega olmaydi bo'lmasa? Va hokazo, ya'ni bular haqida ya'ni keng mavzular qilib gapirganmiz, Qur'oniylar toifasi va ularning xatolari, shubhalari haqida. Mana bu aytilgan gap ham ularning bir shubhalaridan biri bu. Allohu a'lam. Navbatdagi